Bugungi videomizda bo'lxo'z mijozlaridan joy o'zi so'raymiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Hozir opalarimizdan o'zi so'raymiz. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlar bo'lxo'z haqida o'zi filani bilmoqchi edik. Bera olasizlarmi? Albatta berib bilamiz. Boloxamiz juda ajoyib. Har doim dugonalar, qo'shnilar bilan yig'ilishib turamiz. Juda ham zo'r. Rahmat kollektivlaringga. O'g'irlarga rahmat. Ayniqsa mana salatlarni tanovul qilib ko'rdik. Salatlarga gap yo'q. Har doim kelamiz. Butun Chilchi qahrini taklif qilib qolamiz. To'g'rijonimizdan o'zi so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, bolam. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi tomonsiz. Rahmat. Bo'lxo'z haqida fikringizni bilmoqchi edik. Juda ham yaxshi, rahmat. Boshqalari ham, ovqatlari ham mazali, yaxshi. Narxlari arzon. Kamyob. Rahmat. Biz akalarimizdan o'z fikrlarini bilib olamiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bo'lxo'z haqida fikringizni bilmoqchi edik. Assalomu alaykum, yana bir bor Boloxovuzga kelganimizdan juda ham xursandmiz. Joylariga keladigan bo'lsak, joylar juda ham shinam, ovqatlari ham hamyonbop, ham mazali. Bizga xizmat qilayotgan ofitsiantlardan o'z minnatdorchilik bildiramiz. Ularga ham xushmuomala. Nima deymiz? Yangicha atmosfera Boloxovuzda kollektivga, restoraniga omad tilaymiz. Kelajakda ishlariga rivoj va bundan-da katta yutuqlarga erishsin deb niyat qilib qolamiz. O'zingiz uchun rahmat, yaxshi o'tiringlar, salomat bo'linglar. Beni sevip dağda bana, ağlamayıp ama şikayetine bana.